هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Al-An'am tefsiri 164. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi, Sure Al-An'am tefsiri 164. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki Allah hamma narsaning Rabbib tursa, uningdan boshqa Rabb talab qilamdiman. Har odam o'zi qilgan gunohga o'zi javobgar. Bir gunohkor odam boshqa odamning gunohiga javobgar emas. Ya'ni bir odamning gunohi bilan boshqa bir odam jazoga tortilmaydi. Keyin Rabbinglarning dargohiga qaytisizlar. Sizlar da talash qilishgan haq bilan nohaqni u sizlarga aytib berdi. İxlos bilan tavakkul qilishga buyurish to'g'risida Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni ibodat va tavakkul qilishda Alloh taologa shirk keltiradigan mushriklarga mundoq deyishga buyurdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki Alloh hamma narsaning Robbi tursa, uningdan boshqa Robb talab qilamdiman. Ya'ni u meni tarbiyalagan, meni saqlagan va menga ega bo'lgan, mening ishlarimni o'rinlashtiradigan zotdir. Men barliq ishimni uningga topshiraman va uning tarafiga qaytaman. Chunki u hamma narsaning Robbi va egisidir. Yaratish va hukm chiqarish uningga xosdir. Yuqorqi oyat Alloh taolo xolis ibodat qilishga buyurib kelganidek, bu oyat Alloh taologa ixlos bilan tavakkul qilishga buyurib keldi. Alloh taolo ko'plagan oyatlarda ibodat bilan Alloh taologa tavakkul qilishni bir yerda keltirdi. Alloh taolo bandalarga o'zidanla tilashni o'rgatadigan bu oyatida va tövendeki oyatlarda shundoq keltirdi. Rabbimiz sanala ibadet qilamiz ve sendinle yardım tilaymiz. Allah'a ibadet qilgan ve Allah'a tevekkül qilgan. Yani hamma ishingni Allah'a topshirgan. Aytqin ki o nihayet mehribon Allah'dır. Onunla iman etdik ve onunla tevekkül qildik. O meşrikning ve mağribning Rabbidir. Onundan başka hiç ilah yoktur. Onu hami qilib olgan. Yani hamma ishingni onunla topshirgan. Buningdan başka ayetlerde mi kelgandir. Bir gunohkor kishining yana bir gunohkor kishiga mas'ul emasligi to'g'risida. Her odam o'zi qilgan gunohga o'zi javobgar. Bir gunohkor odam boshqa odamning gunohiga javobgar emas. Yani bir odamning gunohi bilan boshqa bir odam jazoga tortilmaydi. Bu qiyomat kuni Alloh taolaning jazo berganda ve hüküm çıkarganda bo'ladigan bir ishdan ve Allah Teala'nın adilliğinden haber veriştir. Yani barlık insanlar özlerinin kılgan emellerden hesap verdi. Emelleri yaxşı bolsa mukaffatlandı, yaman bolsa cezalandı. Bir insanın hatalığı yeni bir insana yüklenmeydi. Bu Allah Teala'nın adilliğidir. Allah Teala bu vakti mındaktaydı. Hiçbir günahkar adam birovning günahını üstüge alalmaydı. Günahı ağır bir adam başka birovni öz günahını üstüge ilişki çağırsa, o yıkın tutkunu bolgan takdirde mi, onun günahından azraq nersini üstüge ilip alalmaydı. Mümin turup, yaxşı emellerini kılganlar,
yomonliqlarining ishib ketishidan va yaxshiliklarning kemayib ketishidan qo'rqmaydi. Ya'ni boshqalarning gunohini uning yuklab qo'yish bilan va o'zlarining qilgan yaxshiliklarini kemayib etishdan qo'rqmaydi. Her insan qilmishlari tufaylidan do'zaxga mahbusdir. Faqat ashabi yamin, ya'ni saodatmand mu'minlar buningdan mustasno. Ya'ni her bir inson o'zining yomon qilmishlari tufaylidan do'zaxda tutib turg'iziladi. Tutib turg'uchidir. Yani her bir insan özünün yaman kılmışları tüpeylinden do'zaxda tutup turg'uchidir. Yani her bir insan özünün yaman kılmışları tüpeylinden do'zaxda tutup turg'uchidir. Lekin iman berilgan kishilar undaq emasdir. Çünkü ularning qilgan yaxshi amal ibodatlarining barakati ularning bola chaqalari va urug' tuqqanlarga mu yetadi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Özleri iman etgan avlodlarımı agishib iman etganlarning avlodlarini ular bilan teng darajada qilamiz. Ularning yaxshi amallaridan qilchimi kemaytib etmaymiz. Yani ularning ballari ular qilgan yaxshi amal ibodatlarda ularga shirik bo'lmasa-mu, ularmu iman etganliklari uchun ularning ota-onalarının cennetdeki derecesiga yetkizimiz. Biz ularning ota-onasining qilgan yaxshi ishlaridan kichikkinami kemaytib etmaymiz. Biz ular bilan ularning derecesi tuvan bo'lgan bola chaqalarining derecesini barobar qilamiz. Bu Allah Teala'nın merhameti ve nimetini ata qilish bilan bola chaqalarni ota-onalarının qilgan yaxshi amal ibodatlarining barakatidan ota-onasining darajasiga ko'tarishidir. Ondan Allah Teala mundaq dedi. Her adam o'zining qilmishiga mas'uldir. Yani her kişi o'zining yomon qilmishiga o'zi mas'uldir. Keyin Rabbinglarning dargohiga qaytsizlar. Sizlar detalash qilishgan haq bilan nohaqni u sizlarga aytib berdi. Ya'ni sizlarmu o'zinglarning ishlarini qilaveringlar. Bizmi o'zlarimizning ishlarini qilaveramiz. Hammamiz Allah Teala'ga to'g'rilanamiz. Allah Teala sizlar va bizga dunyoda qilgan ishlarimizni, ixtiloflashgan narsalarimizni aytib berdi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Aytqinki, bizning qilgan gunohimiz uchun sizlar so'roqqa tortilmaysizlar. Sizlarning qilmishinglar uchun biz so'roqqa tortilmaymiz. Aytqinki, Rabbimiz bizni qiyomat kuni yig'idi. Ondan bizning aramizda haqliq bilan hukm chiqardi. Allah adil hukm qilguchidir, xaloyiqning ahvolini bilguchidir. Allah sizlarni o'tganki ummatlarning o'rin bosarlari qildi. Allah sizlarni bergan ne'matiga shukr qilsin deb, ba'zinglardan bir qancha daraja yuqori qildi. Rabbing osiylik qilguvchilardan albatta tez hisob olguchidir. İtaat qilguvchilarni albatta mag'firat qilguchidir. Ularga nihoyat mehribondir. Allah Teala'nın sınash uchun kishilarni bir-biriga o'rin bosar qilganligi va ularning darajalarini bir-biridan farqli qilganligi to'g'risida. Allah sizlarni o'tganki ummatlarning o'rin bosari qildi. O'rin bosarlari qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida İbn Zayd va boshqalar mundaq dedi. Allah Teala sizlarni zaminni avvatlaştırışınlar uchun sizlarni avloddan avlodga, asrlardan asrlarga burunqilarga o'rin bosar bo'ladigan qildi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Agar biz xohlasak, albatta sizlarga zaminda o'rin bosar bo'ladigan farishtalarni vujudga keltiradi. Sizlarni zaminning o'rin bosarlari qilgan kim? O'z vaqtida Rabbing farishtalarga
men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rinbosar yaratiman dedi. Ba'zinglardan bir qancha daraja yuqori qiladi. Ya'ni Alloh taolo sizlar rizq berishda, Alloh taolo sizlar rizq berishda, sizlarning axloqliq bo'lishda, yaxshi yomon ishlarni qilishda, tashqi ko'rinishda, shaklda va rangi ro'yinglarda bir-biringlardan farqli qildi. Bu ishda Alloh taolaning cho'ng bir hikmati bordir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Robbingning rahmatini ular taqsim qilib beramdi. Biz ularning hayotiy dunyodagi rizqini ularning orasida taqsim qildik. Ularning ba'zisini haq berib ish qilsin deb, ularning ba'zisining darajasini ba'zisidan ustun qildik. Ularning ba'zisidan qandoq ustun qilganligimizga qarag'in. Ahiret derecelerindeki fark elbette texmi çoğundur ve üstünlük cihetdeki fark ziyade çoğundur. Allah sizlarni bergen nimetine şükür kılsın deb, Allah Teala'nın sizlarga bergen nimeti sizlarni sınaş üçündür. Yani bayni onun baylığı bilen sınap, onun özüge şükür kılıdığan kılmaydıganlıqını, Pekirni onun pekirliği bilen sınap, onun sabır kılıdığan kılmaydıganlıqını biliş üçündür. İmam Müslim Ebu Sa'id Hudri radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq degenlikini rivayet kıldı. Dünya şirin ve rengarengdir. Allah Teala sizlarni dünyada o'rinbosar qilib, sizlarning nima ish qiladiganliklarini kuzatib turdi. Şuna sizlar dunyoga bek berilib ketishdan ayollarga mehliya bolup ketişten saklanыңlar. Çünkü İsrail avladının içinde yüz bergen fitne ayollar doğrusunda bolgandır. Rabbin asilik qılğıçılardan elbette tiz hesap alğıçıdır. Bu Allah Teala'nın asilik qılğan ve peygamberlerge karşılık qılğan kişilerden hesabını tiz alıdığanlığı ve ulağa cezanı tiz berediğanlığı bilen agahlandırışıdır. İtaat qılğıçılarını elbette mağfiret qılğıçıdır. Ulağa nihayeti mehribandır. Yani Allah Teala özüge yakınlaşkan ve peygamberleri elip gelgen hakikatke ergeşken kişilerini mağfiret kılgıcıdır ve ulağı mehribandır. Allah Teala Kur'an'daki köplegen ayetlerde özünün hesap algıcı ikenligi bilen özünün mağfiret kılgıcı mehriban zat ikenliginden ibaret süpetlerini bir yerde keltirdi. Tövendeki ayetlerde mi şundak geldi. İnsanlar zulüm kılsa mı Rabbin hakikaten ulanı mağfiret kılıdı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, mening mümin bendilerimge haber kılgın ki, men tolumu mağfiret kılgıcımen, nihayeti rahim kılgıcımen. Mening azabım qattiqdir. Yeni nurgun ayetle muş mezmundu kelgen. Allah Teala bendilerini özü tarafke ba'zida o'zining dargohidagi nozun ne'matlarni sifatlash orqali qiziqtirish bilan chaqirsa, ba'zida davzax va davzaxdagi qiyin qistoq azob va qiyomat kunidagi qo'rqinchli ahvollarni bayon qilib qo'rqitish bilan yoki ba'zida har ikkisini bir o'rinda keltirish bilan chaqirdi. Alloh taolaning bu xil uslublarni qo'llanishi her bir uslubning bandalariga manfaatlik bo'lganligi uchundir. Allah Teala bizni o'zining buyurgan ishlarini qilg'uchilardan, to'sqan ishlardan, yong'uchilardan va xabar bergan narsalarga haqiqiy ishonguchilardan qilsin. Shak shubhisizki Allah Teala bizga nihoyat yaqindir. Tilaklarni ijobat qilg'uchidir, qilgan duolarni anglab turg'uchidir. Ko'p berguchidir va sehidir. İmam Ahmed Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet qiladi. Eğer mümin Allah Teala'nın azabını bilse idi, birersi onun cennetiga kirishni tama qilmagan bo'ladi.
Eğer kafir Allah Teala'nın rahmetini bilseydi, birersimi cennet girişten ümitsizlenmeydi. Allah Teala öz rahmetini yaratıp mahlukatlarının birbiriga mehribanlık kılışı için bir rahmetini mahlukatlar arasıga çaştı. 99 rahmeti bolsa özünün kışıda saklanmaktadır. Bu hadisin Tirmizi ve Müslim rivayet kılıdı. İmam Müslim Peygamber Aleyhisselam'ın mundaq deganligini rivayet kılıdı. Allah Teala mahlukatlarını yaratkanda erşinin üstüde turup özünün kışıdaki bir kitapka menin rahmetim gazibimden üstün keldi deb yazdı. Allah Teala'ga hamd sanalar bolsun. Nimet kılış Allah Teala'ga xastır. Keremlik Allah Teala'nın rahmeti bilen Sure En'am'nın tefsiri tügdi. İnşallah keler kıtımda Sure A'raf tefsirinden başlap anlaysızlar. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.